بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, her birisimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın dünyada mı, ahirette mi rahmetine erişimiz ve yaşayan her bir sükunutimiz ve minutumuzda ve her bir hayatlıkımızda Allah Subhanahu ve Taala'nın rızalığına, yardımına erişip yaşayımız ve şundakla dünyada mı her kandak bir netice kazangan, utuklukka erişken, kalbiga erişken, kulluktan, harlıktan, baxilsizliktan, başka özüdün her kandak bir cemiyette zoravallıkta eşip ketken, zulümde eşip ketken, mütekebbirlikte eşip ketken kişilerden mi ularga adaletni, hakikatni, cüretni, hakiki, sap erkeklikni, sap erkinlikni, hakiki imanın düşkün nurunu körsüp durup, hakkının haklıkını jakarlap durup yaşayman ve şundak hayat menin hayatım digenlige nispeten elip aytkanda bulup mu bizde zulümde kalgan Uygur Müslümanlarga ve hazırkı dünyadaki nurgulluğun zulüm işide kalıvatkan dünya Müslümanlarga en mühim amildin yeni birisi işenci bilen hakiki vücuduga, hayatıga sınıp ketken cin toluk taşkan, toluk boğan gay nişan ve toluk taşkan yaxşı düşünce ve yaxşı işence ve hakiki yaxşı boğan Allah Subhanahu ve Taala'ga ve Allah Subhanahu ve Taala'nın hidayetiga ve hakkının zulüm üstüdün, nahak üstüdün, küfre, bilimsizlik üstüdün, her kandak zoravallık üstüdün galip kirediganlığa hakiki işence bilen yaxşı boğan hakiki toğra işiniş bilen yaşaş, emel kılış, hareket kılış, iman eytiş, ibadet kılış, her kandak bir hayatlıkta işenci bilen yaşaş ve muamele kılış ve berdaşlık biliş ve köreş kılış. Mana bu bizning dünya ve ahiretlik kalbiga erişimizning asası. Kıyırındaşlarımız, akide cihette, siyaset cihette, hakimiyet cihette, ahlak cihette ve her kandak bir hareket ve muamelede, ilim, marifette ve halkaradaki her kandak bir hayattaki terakkiyatta ve her bir hayatlıktaki ordumuz ve kuvvetimiz, küçümüzni kolga keltirishte hakiki biz Allah bizge öğretken en hayatlıkның asası boğan hayatlıktaki her bir hayatlık ve her bir şeyi şu işencidin özünün hayatlıkını dünyada mevcut kılıp dünyada hazır göz aldığımızda görünüp atkan her bir hayatlıkka okşaş biz şu hayatlık işidin en kattık işenci bilen yaşımız bizning mesuliyetimiz. Şunun için Allah Subhanahu ve Taala bizge düşürgen Kur'an'daki barlık ayetler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi öğretken barlık hadislerinin hemmisi evveli işence üstü kurulgan. Yani iman degen hıyanetinin karşısı. İman degen yalgan guman vehminin karşısı. Çüşkünlüşüş, acizleşiş, boşaşlık her kandak bir özünün ki ve ruhinin, fikrinin
her bir düşüncesi ve kıymetinin aciz işinin karşısı. Belki benim tamamı boğan barlıkım, her bir kurbanlıkım, her bir hizmetim, her bir tınığım, her bir hareketim ve hayatlık baskuçum ve men taba boğan cemaat ve men taba boğan Müslümanlar ve her bir hayatlıkımızdaki barlık kırındaşlarımızdın ki her birisinin her bir kurbanlığı, tirişçallığı işence üstü kurulgan. Biz çokum galbiga erişimiz, biz çokum baxtlik bulimiz, biz çokum nişan ve maqsadimizga yetimiz deydigan mana mushundaq kuch-quvvatda bo'lish bizningki Allah subhanahu va taolo bizga so'g'gan eng güçler, gevher, qimmatlik yo'qitib qo'ysak bo'lmaydigan boyliqimiz ve dünyadamı, ahiretdami baxtga erishtiradigan haqiqiy to'g'ri yo'limiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz, hozirgi biz yashayotgan jamiyatda, biz yashayotgan vaziyatda, biz yashayotgan siyosatda bizning yurtimiz Sharqi Turkistonga bostirib kirgan Xitoy kommunistlari ustidan biz her bir işte qalbi qazınımız ularning bizni hattoki lapildab turayotgan bir yupurmaq yoki uchib yurayotgan bir qog'ozga tushliq ko'masdan bizning e'tiqodimizga, bizning axloqimizga, bizningki iymonimizga, bizning masjidimizga, bizning ibodatimizga, bizning muqaddas Qur'onimizga, bizning hayotimizga, bizningki har bir oilamizga, bizning barliq ishlarimizga kech-kunduz qo'l tiqib, pusilib, kech-kunduz yo'qotish va har qanday zo'ravonlik va har qanday asabiy terrorchilikni yurtimizda yurgizayotgan kommunist Xitoylardan iborat terrorchi, faşist bo'lgan dunyodagi eng ashaddiy vahshiyani bo'lgan mana shu kofirlarning mush siyosatidan g'alaba qilimiz, g'alaba qozonishimiz lozim. Biz cho'qim kelgusi avlodimizni biz qolgan mushxo'rlikdan qutuldirish biz otalarning, biz yoshlarning, biz onalarning, biz och singillarning mas'uliyati. Biz hozirgi turayotgan har qanday biz Uyg'urlarning ishiga singib ketgan bo'linish, ixtilof, tushkunlashish, nadonlik, johillik, o'zaro birsimizga qarta ishonchi qilolmaslikdan iborat hammamizni mana shundoq har turli guruh va har turli yo'llarga, her türlü azgınlık ve baxtsizliklarga qistab kelayotgan bizni faqat Allah öz nuri Qur'on bilan, Payg'ambar alayhisolamning hadisi, sahih hadislar bilan, Allah subhanahu va taolaning to'g'ri boshlagan, to'g'ri bo'lgan islom rahbarlari bilan va Qur'on hadisni bizlarga hozir qadar to'g'ri yetkazgan islomiy ustozlar bilan va Qur'on hadis ve iman nuriga boshlagan yaxshi Allah'ning yo'liga yetaklayotgan barliq dini bo'lgan rahbarlar bilan ve bizni Xitoy kommunistlarining qo'lidan qutulishimizga sababchi bo'lgan siyosilar ve siyosiy rahbarlar bilan va barliq Allah'ning dinini ve o'ziningki haqiqiy musulmonligini ve o'zidagi ilim ve barliq qobiliyatni Uyg'ur musulmonlari ve dünya musulmonlarining baxtiga ve dünya va oxiratlik taraqqiy qilishga ishlatgan barliq ziyolilar va barliq har sohadagi iqtisodiy va ijtimoiy jihatdagi o'rniga barliq musulmon qarindoshlar va har bir Allohning dinining o'zining jamiyatida ustun bo'lishini, Qur'on hadisga uyg'un holatda taraqqiy qilib gullashni talab qilgan barliq mujohidlarimiz har birisining qo'li bilan, har birisining tirishchanligi bilan, Allohning yordami bilan biz bugungi kunda mushu dinsiz Xitoylar ishidagi
86 xil millat ichida ularga osmosiya bo'lib ketmay, ular ichida yo'qolib ketmay, Allohning izni bilan bizning Sharq Turkiston musulmonlarining iymoni, aqidasi Allah subhanahu va taologa bo'lgan saf ixlosmandligidan iborat bo'lgan mushu to'g'ri taraflari bizni bugungacha mana har birsimizninki mana mushundaq iymoniy hayotda to'g'ri bo'lgan iymon davosini, to'g'ri bo'lgan islom asosidagi o'zimizninki mustaqillik davosini ham shundaqla Xitoy kommunistlariga bosh egmay, yurtimiz, dinimiz, jamiyatimiz, avlodimiz, barliq huquqimizni Xitoylardan talab qilamiz deb turayotgan mana shu kofirlarga yo'q deb, Alloh taologa ma'qul deb, hatto payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotini o'zimizning hayotida amalashtiradigan o'zimiz va atrofimizdagilarni Rasululloh alayhisolamningki axloqiga, Rasululloh alayhisolamning hayotiga, Rasululloh alayhisolatu vasallamningki kufri va uning qarshi bo'lgan qilgan maydonlardagi tirishchanligiga yetaklab menotimiz. Mana shu orqali Alloh subhanahu va taolo bizni mana shu Xitoylarning shuncha necha yillik assimilyatsiya zarbisi yomonligidan biz Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ishonchimizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayishga, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'lga bo'lgan hayotiga bo'lgan mushoyatda mangsak, payg'ambar alayhi vasallam mangan izdin mangsak, sahobalar va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining izbasallari bo'lgan, bizningki ilgirki yaxshi bo'lgan izbasallar bo'lgan Istiqburoxon Muhammad ibn Hazratim, mana shundaqla Sabit Damullah hojim va hozir qadar Allohning dinini o'zining hayoti va jamiyatida ustun qilgan barliq Alloh yo'lida mustahkam turib, biz Sharq Turkiston musulmonlarini Xitoyning zulmidan, hukmronligidan, istibdodidan, qulligidan qutqizish uchun tirishchanlik qilgan barliq musulmonlar, rahbarlar, Qur'onga uyg'un bo'lgan islomiy rahbarlarning keynidan mangsak, mana shundaq ishonchimiz bizda bo'ladi ekan, biz hem şundaqla özümüz birinci qilib mush Xitoy oldiki ishonchimizni yo'qotib qo'ymasak, ondan biz dunyodami, oxiratdami haqiqiy g'alaba girishimiz qarindoshlarimiz. Shuning uchun ishoncha mana bizni mush Xitoy kommunistlari orasida yo'qolib ketmaslikka, necha millat ichida assimilyatsiya bo'lib ketmaslikka, hatto dunyo insonlar ishidagi boshqa har turli millatlar orasida singib yo'qolib ketmaslikka Alloh bizni erishtirgan bir narsa ishoncha. U bo'lsa-mu Alloh subhanahu va taologa sodiq bo'lish, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sodiq bo'lish, Alloh taoloning hidoyati Qur'on hadisga sodiq bo'lish, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki yo'ldan mangan, to'g'ri manganligiga sodiq bo'lish, ularning izlari qilgan ishlarini vujudimiz, hayotimizda amallashtirish va shundaqla biz dinni, aqida, siyosat, axloq, hokimiyat, davlat, jamiyat ham ilm ve din ve şundaqla fen terakkiyat ve cihat ve hareket ameliyatda tushunib o'zimizning hayotiga mush Qur'on hadisni tatbiqlashga ve Qur'on hadisni barliqimiz bilan amal qilib ham iqtisod ve barliq kuchimizda bor har bir narsani, har bir qobiliyatni mushu Alloh taolo bizga buyurgan, ya'ni mush ishonchimizdan iborat bo'lgan bizniki Allah bizga yordam beradigan ishonchi qarta, ishonchi qilganligimizdan qurbonlik berishga biz tirishchanlik qilsak, undan keyin Alloh subhanahu va taolo bizga va'da qilgan va'dalarni Qur'oni Karimda va hadisda bergan va'dalarning hammasi Alloh bizga yordam berdi. Shu Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'izu billah qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin deydi. Yine Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'izu billah Bismillah. Kunu Rabbaniyine deydi. Sizlar Allah subhanahu ve taola'ga tava bulunglar. Allah subhanahu ve taola'ga ishonch qilgan bulunglar. Allah subhanahu ve taola'ning ko'rsatmasidan mangadigan bulunglar. Allah subhanahu ve taola'ning tarbiyasi, yetaklishi, qurilmasi, Allah taola'ning siyosati ko'rsatmasidan kufr qarshi turinglar. Deb Allah subhanahu ve taolo shunday deydi. Yuqorqi oyatda Allah subhanahu va taolo mening namozim, ya'ni Alloh taologa o'zimni haqiqiy qul qildigan, Alloh taologa haqiqiy bo'ysunadigan, haqiqiy Alloh taologa o'zimning qulligini oshkor qildigan ibodatim, namozim, qurbonliqim, haj faoliyatim, hayotim va mamotim hammasi olamlarning parvardigori Alloh taolo uchun. Alloh har qanday shirkdan pok. Men Allah subhanahu va taologa shirk keltirishim bo'lmayman deb Muhammad sallallohu alayhi
vasallamni Alloh subhanahu va taolo shuni buyurdi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz bu darsimizning asos temi shuki, biz Alloh subhanahu va taoloning hidoyatiga erishimiz, qalbisiga erishimiz desak, biz qat'iy har qanday kofirlar ustidan bo'libmi ana shunday dinsiz kommunistlar ustidan, dinsiz Xitoylar ustidan g'alaba qildiganligimizga, g'alaba qozdiganligimizga ishonishimiz kerak. Bizda haqiqiy mukammal ishonch bo'lish kerak. Shunga Alloh subhanahu va taolo bizdagi birinchi iymonning shartini Sura Baqaraning 1-surasida Sura Baqaraninki, ya'ni birinchi sahifasida allazina yu'minuna bil g'ayb deydi. Ya'ni g'aybga ishonadiganlar, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan har bir şeyi, har bir narsa Alloh taoloning qo'lidan keladi. Allohga tayanganlarga Alloh yordam beradi. Deb dünyadaki her qanday kafir, her qanday cemiyetçi, her qanday kişiler, Xitoylar, dinsizler, yahut Hristiyanlar maddiga, hakimiyetiga, cemiyetiga ishonsa, bular kimga ishonadi? G'aybga. Ya'ni o'zining igisi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa, Alloh taoloning qudratiga, Alloh subhanahu va taoloning yo'lishiga, Alloh subhanahu va taolo yo'lda mansa, Alloh taolo deganlik qilsa, cho'qim qalbiga erishadiganlar, erishadiganligiga ishonadi. Deb Müşahede ellezine yu'minuna bil gayb deb keltirdi. Demek qarindoshlarimiz bizda birinchi qilib biz mush Xitoy kommunistlar ustidan g'alaba qozonamiz. Biz shundaqla dunyo oxiratning baxtsatiga erishimiz da olsak, bo'libmi iymon aqida jihatda, ikkinchi qilib siyosat jihatda biz cho'qim ishonchlik bo'lishimiz, cho'qim ishonchiga bo'lishimiz, çoğum işancını birinci o'rin tutuşumuz kerak qarindoshlarimiz. O'zimizdan ishonchini yo'qotib qo'ymasligimiz kerak qarindoshlarimiz. Biz dünya musulmonlarida har xil davlatlarga qarasak, yana bizning sonimiz oz emas. Biz 30 milyon atrofidagi, 40 milyon atrofidagi 20 milyon bilan 40 milyon orasidagi bo'lgan mukammal bir erba, ayolba, yoshba, avlodba ham bundan keyin to'y qilib nikohlansak, tug'iladigan avlodimiz bor. Kelgusi qiyomat kuchi inshaalloh Allohning yordami bilan ko'paydigan bir Uyg'ur musulmonlari biz. Dunyo musulmonlari shunga o'xshash. Bizning hozir o'zimizni, hozirgi jamiyatimizni, hozirgi mush turayotgan o'zimizdagi kuchli bo'lgan amaliy hayotimizni ishonchiga to'shqizib, dinsiz kommunistlar ustidan g'alaba qilish yo'lini tutmasak, kelgusi avlodimizning hammani yo'qotgan bo'lamiz. Kelgusi ummatimiz yo'qotgan bo'lamiz. Borliqimiz yo'qotgan bo'lamiz. Qarindoshlarimiz, biz o'zimizdan emas, bizdan davr qilmas kelgan barliq musulmon avlodini, musulmon xalqini, ummatini yo'qotgan bo'lamiz. Shunga Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda astagfirullah va lillahil izzatu va lirasulihi va lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah taolo shundir g'alba. Allah taolaning o'sha elchi shundir g'alba. Mu'minlar shundir g'alba. Lekin munofiqlar buni bilmaydi deydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz mana shu haqiqiy sodiq, rostchil, to'g'ri, iymonlik, aqidalik, siyosiy, ham ijtimoiy, ham shaxsiy, ham oilaviy, ham jamiyat va davlatga mansub haqiqiy musulmon davsak, biz Xitoy kommunistlari ustun va shundaqla dunyo kofirlari ustidan g'alaba qozonganligimizga qat'iy ishonishimiz kerak. Ammo ishonish birinchi ish. Chunki ishonish bo'lmaydi ekan, xuddi Gitlerma shunchilagan tanklar, shunchilagan askarlar, shunchilagan qurollar bilan mag'lub bo'lib vayron bo'ldi. Dunyoda shunga o'xshash vayron bo'lgan nurg'un davlatlar bor. Quroli va hokimiyati bor turib, ular ishonchini yo'qotib qo'yganlikdan yo'qolib ketganlar. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz, biz sonimiz Xitoydan bir qancha hassa to'yin turib, hozir qadar mag'lub bo'lmasligimizning asosiy sababi ishonchimizni yo'qotmaganlikdan. Endi bu yo'qotmagan oddiy oriz ishonchida turavermasdan kuchli, mustahkam va irodalik,
yo'qolmas, avloddan avlodga qiyomatgacha qoladigan eng muhim Alloh unga yordam beradigan aqidani, yordam beradigan kuchli ishonchni o'zimizda barpo qilishimiz kerak. Ana shunday kuchli ishonch bizda bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bizga yordam berdi. Allah subhanahu wa ta'ala şuna in tansurullah yansurkum. Allah'a yardım bersanglar. Yani Allah subhanahu wa ta'alaga hakiki işenci qilib Allah bana yardım berdi deb Allah Ta'ala'nın işencisiga esasanglar, Allah size yardım berdi degan bo'ldi. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz eng to'g'ri bo'lgan qalbini tutumizda bo'lsak, birinchi qilib ishonchimizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Ikkinchi qilib mushu to'g'ri bo'lgan ishonchida mustahkam turib, dunyo va oxiratning baxtiga erishimiz deydi ekanmiz. Biz Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda asas o'rnatilgandek va tavasav bil haqqi va tavasav bis sabr. O mu'minlar degan haqqa vasiyat qilishidi va haq yo'lida kelgan sabrning ma'nosi nima? Sabrning ma'nosi qizil chiroq yonganda to'xtang. Yeşil çırak yanganda minin. Diyenini bildirdi. Yani Allah çekligen işladın. Allah'ın düşmanlarını. Allah Teala'nın ki gazıbı yoluqqan kavimlerini yaxşı görüş. Ularını özge igi kılış. Ularının kulçılıkını kubul kılıştın. Özümüzü taşsak. Allah Teala'ya dost olsak. Peygamber Aleyhisselam'a dost olsak. Allah'ın yolda müstehkem tursak. Andın hakiki, mana şu ayetdeki hakka sabrga vasiyat qilgan, sabrni mustahkam turgan bo'lamiz. Yana bir ma'nosi kelgan aziyatda va kelgan har qanday bir musibatda va kelgan har qanday bir xafalıqda g'oyamiz, nishonimiz, harakatimiz, jihodimiz, da'vatimizdan yonmay mustahkam tursak, andın hakka mustahkam turgan bo'lamiz. Andın haq yo'lda kelgan sabrga mustahkam turgan bo'lamiz. Qarindoshlarimiz, yo'l ustida ketayotgan holatimizda oldimizda turib olgan kichik bir tosh yoki oldimizga ushab qolgan bir mo'qirgan qo'y yo bir mo'qirgan yo qovgan it yoki bir atal oldimizga ushab qolgan yovakala yo it yo yo'lvosni ko'rsak yoki har qanday tig yo'q, uning egisi Alloh emas. Yovvoyi hayvonlar dunyosidan kelib qolgan har xil yovvoyilarni ko'rsak, her xil yurtquşlarni ko'rsak, keynimiz yenib ketsak, o vaqtda bizning haqiqiy iymonlik, aqli va ruhi va vujudi va bir musulmon bilan jahil, bilimsiz, o'zining shakl ko'rinishga bo'lgan quvvatiga ishlaydigan bir kofirdan farqimiz nima qiladi? Shuning uchun qarindoshlarimiz biz birinchi qilib ishonchiga mustahkam turishimiz, ikkinchi qilib o'zimiz ishonch qilgan haq ustiga ching turib haqqa o'zimiz ching turishimiz, atrofimizdagilarni ham chaqirishimiz, ham mushundoq Xitoyli bizga kech kunduz zo'ravonlik qilayotgan paytda hurmatli musulmon qarindoshlarimiz unda qilmayli, bu Xitoyga suyuncha, bu Xitoyga muhabbat, bu Xitoyga do'stlik, bu Xitoyga yaqinlik, bu Xitoyga molaylik endi qilmayli qarindoshlarimiz. Dinga, islomga, musulmonlarga, bechora yurtimizni qolib qolgan turmulayotgan och sing'illarimizga ishimiz og'silandi. Qarindoshlarimiz zulmdan qutulish uchun chet eldagilar, dunyoning har qaysi yerdagi musulmonlar nima ish qilayotgan desa, biz nurg'un musulmonlar, nurg'un kishilar Xitoyning kelgusi turmushiga, bir yashashga ko'ngil bo'lib ketmay, balki bu Xitoydan ayrilishni, biz xalqimizni mushunday zulmdan ayrilishni iddia, tushuncha, programma, siyosat, harakat jihatda amalashtirib, Allohning dinini ustun qilmoqchi bo'lgan, qilayotgan har qanday bir Xitoy zulmidan qutulish, Xitoyningki qulchiligidan qutulish uchun tirishchilik qilayotgan barliq musulmon qarindoshlar, siyosiylar, ulamolar, rahbarlar bilan birga turaylik. Qarindoshlarimiz, bo'ldi yetar. Hozir bizning Turkistonda, Sharqi Turkistonda Xitoyning qilayotgan zulmlari har qanday ishimizda hammasi Xitoyga qarshi. Xitoyning oldida bizning bir turayotganimiz xato hozir. Yada ne siyaset emas degan ish qolmadi. Bir musulmonning do'ppi kiyginimi, yog'liq otqinimi, namoz o'qiganimi, subhanalloh, alhamdulillah deganimi, bir Qur'oni Karimda o'zi saqlaganimi, bir joy namozni tutib o'ltirganimi, hattoki bir musulmonga assalomu alaykum deb salom qilganimi, nikoh qilganimi, taloq qilganimi, hatto yo'lda ketayotgan bir musulmon bilan o'ltirishib, 2 minut gaplashib, o'ndashib o'ltirganimi, uning siyosatga qarshi keladi hozir.
Bizning Türkistan musulmonlarimizning, Sharq Türkistan musulmonlarimizning ularga nimasi, qandaq ishi ulg'azdi? Hech nimasi azmidi. Har qandaq ishimiz ularga nisbatan qarshilik qilib chiqdi qarindoshlarimiz. Endi biz o'zimizni tuymasak, endi biz o'zimizni topa olmaymiz. Shuning uchun mana shundoq vahshiyona holatga yetgan bu davrda chet elda bo'laydi, vatanda bo'laydi, har qaysi joydagi musulmon qarindoshlarimiz, barliq yosh avlodlarimiz kallamizni qattiq silkib, endi kelgusi avlodimizga dinsiz Xitoy kommunistlaridan qutuladigan, haqiqiy qutulaymiz deydigan, haqiqiy iymonlik bo'lgan bir ishonchini, haqiqiy Alloh yordam berdi. Biz Allohning yordami bilan ayni vaqtda Oz va Samud qavmini Alloh halok qilib, Musa alayhisolamni Alloh halok, Musa alayhisolamning dushmani bo'lgan Firavunni Alloh halok qilib, Musa alayhisolamni qutqazgandek, Muhammad alayhisolamning dushmani Abu Jahlni Alloh halok qilib, Muhammad alayhisolamni qutqazgandek, Sovet ittifoqini boshlagandek, Gitlerni halok qilgandek, Alloh o'z dushmanlarini halok qildi deydigan ishonchini biz kelgusi avlodimizga beraylik. Ham kelgusi avlodimiz ishonchi bilan billa amaliy harakat orqali haqda mustahkam turadigan, Xitoy kommunistlar va kofirlarga sotilmaydigan, kelgusi o'zininki diniy bo'lgan aqidasi, Qur'on va hadis va ibodati va axloqi va barliq siyosiy va ijtimoiy bo'lgan har qanday Alloh qilishga buyurgan dinni hayotga tatbiqlaydigan har qanday ishida mustahkam tura oladigan, o'zininki aqidasini, dinini, hayotini qo'g'dash uchun barliqini qurban berib, o'z dini islom uchun askar bo'la oladigan, o'z dini islom uchun o'quvchi, o'qituvchi bo'la oladigan, da'vatchi, ustoz bo'la oladigan, siyosiy bo'la oladigan, rahbar bo'la oladigan, xizmatchi bo'la oladigan va ona, ocha, singil, dodi bo'la oladigan haqiqiy Allohga mansub payg'ambar alayhisolamning hidoyatiga mansub to'g'ri bo'lgan musulmonlardan bo'lishga tirishchilik qilaylik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah, qul in kuntum tuhibbunalloh fattabi'uni yuhibbukumulloh degan Muhammad alayhisolatu vasallam, sizlar Allohni yaxshi ko'ra olsanglar, ya'ni birinchi qilib tavhid aqidanglar bo'lsa, Alloh bizning egimiz, Alloh bizga ega bo'ladi, Allohni yaxshi ko'ramiz, hayotdagi har bir shay Allohdan kelgan degan shundoq muhabbatinglar, shundoq aqidanglar bo'la olsa, sizlar mush aqidanglarga amal qilib, hayotingizga mush aqidanglarni ro'yobga chiqarib, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga agashinglar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga haqiqiy agashgan bo'lsanglar, endi rost Allohni yaxshi ko'rgan bo'lsizlar. Ba'zi yolg'on so'pa, yolg'on rohiblar, yolg'on fasik munofiqlar og'zida doim Allohni yaxshi ko'radiganligini da'vo qiladigan, lekin Muhammad sallallohu alayhi vasallamning aqidasiga, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qurbonligiga, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning kufr qarshi turib, iymonni maydonlarga chiqarib, o'zining ishidagi musulmonlarga eng qattiq kuyingan bo'lib, ularni dunyo va oxiratning baxtsiyatiga uchun barligini qurbon qilib, hayotini va barligini va barliq keç gündüzlerini ve barliq jafalarını öz taba musulmon qarindoshlarini, öz xalqini qutquzish uchun shundoq tirishchanlik qilgan, öz umidini qutquzish uchun shundoq tirishchanlik qilgan, barliq aziyatlarga sabr qilgan, haqqa, Allohga eng ojiz kunlardimi va la tahsan innalloha ma'ana. Alloh taolo tarafidan shuni pishirma, haqiqatan Alloh biz bilan birga deb Abu Bakr Siddiq roziyallohu shundoq degan ishonchni yo'qitib qo'ymagan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashib, Muhammad sallallohu alayhi vasallam ko'targan islom aqidasini, Muhammad sallallohu alayhi vasallam ko'targan va yetkazgan islom dinini, Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyoda qo'yib ketgan islom jamoatini, Muhammad sallallohu alayhi vasallam qilib ketgan barliq qurbonlikni, Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'gitib ketgan barliq dunyoda kufrni yo'qotib, jahiliyatni yo'qotib, iymonni barpo qilgan va shundaqla shu Makka Madinadan kufr jahiliyatni yo'qotib, yo'g'ishtirib, yo'qotgan va yo'g'ishtirib chiqarishga mustahkam turgan shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'ldirib, dinsiz Xitoy kommunistlarining iddisini, siyosatini, qurolliq armiyasini, harakatini va barliq planlarini va barliq suiqasdlarini va barliq har qanday zo'ravonliklarini Sharq Turkistondan yo'qota olsak, ondan biz haqiqiy musulmon bo'la olamiz va yo'qotishga uzun muddat beradigan barliq qurbonliklarni avloddan avlodga qoldira olsak, mana haqiqiy Alloh subhanahu va taoloning jamoati bo'la olamiz. Her birisimizni Allah subhanahu ve taala dünya ve ahiret kalbi girişkini nasip bulsun. Allah subhanahu ve taala Şarkı Türkistan'daki izlatkan şu Müslümanlarını dünya ve ahiret kalbi girişkini nasip bulsun. En ahirde kıldığan yeni tavsiyem, yeni nasihatim, Allah bizi kılgan tavsiye ve nasihat şudur ki ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr kıyırındaşınımız her güz komünistga, dinsizga, Xitoyga, munofiqqa, xoinlarga almayli qarindoshlarimiz
Biz hazır kadar kılgan, tatkan cepalarımız yeter. Hemmizde Allah Subhanahu ve Teala hakikat meydanını müstehkem turup ihdina sıratal müstakim sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bizni ravus yolu bo'lgan islom dinga müstehkem turg'izgin. Mush yo'lga bachig'in. Ya'ni bizni mush islom diniga ham ishonch qilgan. Sen ulara e'lon qilgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam va sahobalar va barliq payg'ambarlarning yo'liga boshiganki, shu payg'ambarlar mangan yo'lda, shu payg'ambarlar boshigan yo'lda, shu payg'ambarlarning yo'lda mangan yo'lda, aqidada, siyosatda, axloqda, harakatda, da'vatda va barliq xizmat va jihatlarda payg'ambarlar bergan qurbonlikni bergan yo'lda manganlar va shu ilm va hidoyatda payg'ambarlar o'rgatgan yo'l bo'yicha o'rganganlar, osilik qilmaganlar, kofirlarga satilmaganlar, mana shundaqlarning yo'lga bizni ishonch qilib mangadigan qilgin. Ular Allohning g'azabiga yo'liqqan emas, ya'ni to'g'ri yo'lda mangamiz deb xatolashib, dinni sotqanlar emas. Yahudlarga o'xshash Qur'on hadisni o'qib qo'yib, ishidikini hayotiga singdirmaydigan, tapqan yerlardan ba'ziga amal qilib, ba'zini tashlaydigan emas. İnsanlarni bilib, har xil guruhlarga, har xil jamoatlarga bo'lib, har xil insonlar va har xil jamoatlarning maydonga kelishi va jamiyatni paydo bo'lishiga sababchi bo'lib, insonlarni jamiyatdan, dindan, islomdan haqiqiy Alloh rozi bo'ladigan yaxshi yo'ldan yiroqlashtirayotgan emas. Ezib ketgan emas. Alloh subhanahu va taoloning hidoyati, payg'ambarining dinini anglab, uni to'g'riligini bilib, uni yetkizgan kishilarning yo'liga mang'ili unimay, men hammadan bak o'zimninkini o'zim bilaman, o'zimniki hisob deb turib olib, har xil xatolik bo'lgan emas, balki har qanday dunyodagi yahudlar, xristianlar, dinsizlar, kofirlar, har turli ozg'unlar tayyorlab bergan material, tashviqot, siyosat yo'llar emas. Hozirgi davrlarda dinsiz Xitoy kommunistlarining dunyoning har qaysiga tarqatgan barliq ozdirish siyosatiga emas, Alloh subhanahu va taoloning aqidasiga, Alloh o'rgatgan aqidaga, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan yo'lga, Qur'on hadis boshlagan din va siyosatga ergashgan mana shunday kishilarning yo'liga boshlagan deb biz har qitim namozimizda shunday duo qilamiz, qarindoshlarimiz. Mush duoyimizga har birsimizni amal qilib, bundan Allohning la'natiga uchirmagan, balki hidoyatiga erishgan xolis Allohning jamoati bo'lgan Qur'oni Karimda Allah subhanahu wa ta'ala inna jundana haqiqatan bizning qo'shonimiz, bizning guruhimiz albatta g'alibga erishadi, la g'alibun. Allohning jundi, Allohning jamoati, Alloh yo'lida manganlar g'alibga erishadi deydigan degan shu oyat kishilardan bo'lishimizga hammamiz tirishchilik qilishimiz kerak. Her birisimiz Allah subhanahu wa ta'ala dünya ve ahiret özünün yardımıga, özünün kalbisiye müyesser kılsın. Her kandak birisimizni Allah subhanahu wa ta'ala dünya ve ahiret baksızlıktan kutkalınız kılsın. Ey mihriban oluq Allah, özlerden başka yok, özlerinin şirik yok, özleri bizden ilgimiz. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Bizning Parvardigarimiz bizga islom dinini, Qur'on va hadis nurini, payg'ambar alayhisolamning hayotini bizga bergandan keyin bizni bu yo'limizdan ozdirib, dinsiz Xitoylarga satilgan, kommunist bo'lib ketgan yoki munofiq yahud xoin bo'lib ketgan, shundoq chiroyli Alloh bizga tushirgan musulmon, imonliq, ixlosmand musulmondan xoin, fosiq, kofir, munofiq aylanib ketgan, Allohning dushmanlariga do'st bo'lib qolgan kishilardan bo'lib qolishimizdan saqlasin yo'q Allah. Ey mehribon ulug' Allah, bizni har qanday shak, vahmi, har qanday gumonning xaltisi, gumonning patqoqlaridan iymonning, ishonchining, kuch-quvvatning, ruhning urg'ib turgan haqiqiy jasoratning yo'q Allah, yo'lga yiqisi yo'q Allah. Ey mehribon ulug' Allah, shu Tarqi Turkiston, Sharqi Turkiston zaminida kecha-kunduz xorlanayotgan qayerlardan Allah Taola'nın yordamlarini, Allah Taola'nın qalbi nusratlarini kecha-kunduz Allah subhanahu wa ta'alaga esirib turib, Allohdan so'rab, tuğsiz qalbi kap qilishini o'ylayotgan ana shundaq barliq ojiz musulmonlarimizga ey mehribon ulug' Allah, eng tiz qalbi yordam ato qilishlarini, chet elda turayotgan barliq musulmon qarindoshlarimizni, vatan turayotgan barliq qarindoshlarimizni haqiqiy qudratlik ulug' Allah, ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir, ya qahhar, o'zlaringlam chaqirimiz ulug' Allah, bizga ega bo'lib dinsiz Xitoy kommunistlar ustidan g'alaba ato qilishlarini, mush ishonchimiz, o'zlarining yordam berishiga bo'lgan ishonchimizni, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hidoyati mansak yordam beradigan ishonchimizni,
Peygamber Aleyhisselam'ın yolda Allah'ın yolda mansak, yardım birdiğin işencimizni, kat'i yoktu vasmaslıklarını, dinsiz Xitaylar, Yahud Hristiyanlar, varlık zulüm kuşuğan Müslümanların hemmisini, zalimlerin üstünün galbi kılışımızga yardım ata kılışını söyleyimiz. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bizge emirim Allah, kıyamet kişildiğin bağırlık evladımızga, Xitay komünistlerine el olmaydıgan, Xitay komünistlerine kul olmaydıgan, Xitay komünistlerine makul demaydıgan, belki Allah'a, onun peygamberge, erkinlikke, hürlikke, galbige, hakiki, Kur'an'da yolda mangan, hakiki, ras Müslümandek, hakiki, vicdanlık, imanlık, güçlük, cesaretlik boğan, Resulullah Aleyhisselam'dek, en küçük boğan sahabeladek hakiki mümin buluşumuzga yardım ata kılsıyla Allah. İşencimizni, hakiki işencimizni kıyamet kişi miras kaldırsıyla Allah. Ey oğlum Allah, Xitay komünistlerinin bizden üstümüzün galbi kıldığımız ya galbi işimiz degen gümallarını yok asıyla Allah. Ulanı ey Allah, keç gündüz ey Allah. Ulanın her kandak bizi kartta teme, bizi kartta arzularının hemmisini özünün ziniga, özünün ey Allah mağlubiyetiga veren buluşuga apasıyla Allah. Bulup en katlı zalim boğan kafir reisini ey Allah, en tez alakkısa, onun barlık koşullarına akısıyla Allah. Ey Allah, özürden başarah yok. Özür bizim hakikimiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allahümme salli ala Muhammedin ve sahbihi ecmaîn. En ahirde ey Allah, Xi Jinping'den turatkan barlık komünist sehberleri, onların öz rızakıdan yaş kürep ergeçken barlık kapırlarını, ey Allah, aşpaslarını lakıp birisini sorayımız. Biz ki dünya ahiret baksa ata kırışayımız. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Ey mehriban ulu Allah, nurgun Müslümanlımış dualarımızı, kılgan tebliğ davetlerimizni, ey Allah, bazenleri, nurgun kişiler ey Allah, eşip ketken dep oylap kalgan şu Müslümanlığa iman hidayet akısıyla Allah. Bizden dualarımız keçişti. Bizden yaxşı amellerimiz keçişti. Belki eşip ketmesinden kam kaldı ey Allah. Eğer bizden hakiki amelimiz, imanımız, hakiki yaxşı boğan işencimiz, hakiki tirişanlığımız, hakiki duayımız halis boğan bolsaydı, emin ol Allah, bugün kündeki bu haberat kamayt ey Allah. Ey Allah, bundan keyin yine vakit fırsatlarını ötküzüşümüzden özleri Allah'ı saklap bizni hakiki işence, hakiki iman, hakiki amel, hakiki dua bilen özlerge intilgili, özlerge hakiki işence bilen özlerini yardım sırap kılınız psikolog Allah. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan vakıda işence bilen dua kılışını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan vakıda miki ya gümen bilen dua kılmasını Allah bizge tavsiye kılgan. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allahümme ya Rabbel alemin, Allahümme ya Rabbel alemin bizge Xitay komünistleri üstüne galibet ataqısla. En tez dünya ahireti baksa ataqısla. Dünyadaki barlık Müslümanlığa galibet ataqısla. Hem bizim imanı müstehkem durkunuz pısla, hem işence de dünya ahiretlik işence de yoktub koymay, avlat kaldırıp müstehkem durkunuz pısla. Ve salli ala Muhammedin ve sahbihi ecmaîn. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselina velhamdülillahi rabbil alemin. Birahmetike ya erhamer rahimin.